Bismillahirrohmanirrohim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib dedi: "Ey Allohning rasuli, otam mening molimni olib qo'ydi" deb aytdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Sen ham, moling ham otangniki" deb aytdilar. Bu hadisda insonning moli, kuchi, ilmi aslida ota-onaning tarbiyasi, mehnati va duosining samarasi ekanligi bayon qilinyapti. Shuning uchun ota-ona o'z farzandining molidan foydalansa ham bu nohaq bo'lmaydi. Chunki o'sha molning barakasi ota-onaning sababidan kelyapti. Bu hadis farzandga minnatdorlikni, saxovat va hurmatni o'rgatadi. Farzand bu mening molim, bu mening mehnatim deb emas, balki bu Alloh bergan rizq ota-onam sababidan keldi deb bilmoqligi lozim. Ota-ona farzandning hayotida, tarbiyasida, hatto rizqida ham ulkan o'ringa ega zotlardir. Shuning uchun ularni haqqiga duo qilish va ularni hayotida beparvo bo'lmaslik va ularni rozi qilish har bir musulmonning eng muqaddas burchidir. Alloh taolo barchalarimizga ota-onamizni rozi qilmoqlikni va ularni xizmatida bo'lmoqlikni nasib qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.